Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatda muammolar juda ham ko'p. Tanishtirib o'taman, mehmonimiz O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi professori, psixologiya fanlari doktori Xo'jageldi Alimov bo'ladilar. Ming yillar davomida ota bobolarimiz tomonidan ishlab chiqilgan normalarga qarshi bo'lgan yoki normalarga zid bo'lgan turli tuman Yevropa standartlari kirib kelyapti. Ona gapirayotganda qiz eshitmayapti onani, qiz gapirayotganda ona eshitmayapti. Ya'ni ona bola o'rtasidagi oddiy shu emotsional hissiy bog'liqlikni yo'qligi. Shikoyat shunaqaki, men o'zimni farzandimni tarbiya qilishimga qaynonam yo'l bermagan. Ijtimoiy tarmoqlardan olinadigan ma'lumotlardagi parokandalik, demak o'sha tartibsizlik ularning ruhiyatiga o'tadi. Men o'ylaymanki, bu davlat ahamiyatiga molik bir masala. Juda kam gapiriladigan, hozir sizdan to'g'risini aytsam, birinchi ustozdan eshitdim, juda ham kam e'tibor beriladigan, juda ham nozik nuqta haqida gapirdingiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Fondus loyihasi doirasida bugun studiyaga jamlandik. Mutaxassislar barchamiz bir yerdamiz va albatta ustozimizni ham taklif etdik bugun va ularni tanishtirib o'taman. Mehmonimiz psixologiya fanlari doktori Xo'jageldi Alimov bo'ladilar. Xush ko'rdik sizni ustoz studiyada. Biz bugun bilasizmi nima haqida suhbatlashish uchun sizni asosan taklif qildik. Bugungi kunda agar ahamiyat beradigan bo'lsak, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatda muammolar juda ham ko'p. Yoki g'ayrioddiy muammolar, yoki bir-biridan uzoqlashish muammolari, yoki bir-birini tushunmaslik muammolari va buning oqibatida kelib chiqadigan yana boshqa jiddiy muammolar. Va bizda tibbiyotda biror bir kasallikni sababini aniqlasang, uni 90% davolagan hisoblanasan deyilgan bir tushuncha bor. Demak, aynan mana shu masalani bir ko'rinishi, dolzarbligi, sabablari haqida gaplashsak, ustoz, nima deysiz? Rahmat. Juda dolzarb masala haqida gapirdingiz. Ma'lum ma'noda mening xayolimdan hozir kechgan narsa shu bo'ldiki, yoshimizning ulug'ligi, hayotiy tajribamiz borligi, qachondir bola bo'lganligimiz, yetuk bo'lganligimiz va keksa bo'lganligimiz imkoniyatlari ba'zi bir fikrlarni aytishga imkon beradi. Endi zamon shunday bo'layaptiki, ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi ruhiy, ma'naviy masofa uzoqlashib boryapti. Tabiiy muomala yo'qolib boryapti. Uning o'rniga juda ko'plab sun'iy munosabatlar paydo bo'lyapti. Qolaversa, farzandlar bilan ota-onalar o'rtasidagi muomalaning buzilishiga ijtimoiy tarmoq orqali ta'sir ko'rsatilish juda katta bo'lyapti va buning natijasi o'laroq ba'zi bir ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi ming yillar davomida ota bobolarimiz tomonidan ishlab chiqilgan normalarga qarshi bo'lgan yoki normalarga zid bo'lgan turli tuman Yevropa standartlari kirib kelyapti bizni munosabatlarimizga va bularning barchasi ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlarda turli tuman nizolarni dunyoga keltiryapti. O'zimning xulosam bo'yicha shuni aytishim mumkinki, juda ko'plab oilalarda, farzandlarda, yoshlarda bugungi kunda yolg'izlanish, jamiyatdan uzoqlashish, soddaroq qilib aytganda, turli tuman holatlarga hafsalasi pir bo'lish sifatlari bugungi kungi yoshlarda kuzatilyapti va buning natijasi o'laroq ota-onalar bilan bo'ladigan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatyapti bular. Eng yaxshi holatlar qanday bo'lishi mumkin? Zanjir bo'lishi kerak. Ya'ni 3 ta avlod vakillari o'rtasidagi bir zanjirni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Keksa avlod, o'rta avlod va yosh avlod. Mana shu zanjirda ko'pincha keksa avlodning roli o'rniga qo'yilmay qoldi. Ba'zi bir holatlarda demak faqatgina ikkita zanjir, ya'ni ota-ona va farzand zanjiri dunyoga kelib qoldi va bu narsa anchagina murakkab vaziyatlarni dunyoga keltirdi. Masalan, ota-onalar ko'pincha ro'zg'or tashvishlari bilan yurishadi va farzandlariga vaqt ajratish juda qiyin bo'lib qolyapti. Ularga vaqt ajratadigan va o'zidan oldingi, ya'ni ota-onalardan oldingi silsilani keyingi avlodga uzatadigan bobolar, momolarning ta'siri bilinmay qolyapti. Mana
shu joyda bir maktab kerak bo'lyaptiki, bobolar va momolar maktablari. Hozir endi ular ham u oldingi davrdagi tabiiy muloqotni ta'minlab bera olmay qolishyapti o'sha ota momolar, bobolar. Lekin baribir kerak shu. Ya'ni o'sha 3 ta zanjir bobolar, momolar, ota-onalar va farzandlar degan 3 ta zanjirni agar ta'minlab berilsa, munosabatlarda ancha yaxshi bir holatlar kuzatsa bo'ladi. Endi nima sabab Qolaversa. bo'lyapti mana shu zanjirni davom ettirilmasligiga sizningcha? Meni fikrimcha munosabatlardagi tabiiylikning yo'qolishi. Tabiiylikning yo'qolishi. Ota-onalardagi farzandlarga bo'lgan munosabatdagi samimiyatning kamayishi deb o'ylayman ko'pincha. Va o'sha bizlar bir paytlar ko'rgan mehr, muhabbatning anchagina zaiflashib qolganligi. Odamlarning ancha nima desam ekan, dunyoviylashib ketishligi yoki bo'lmasa moddiylashib ketishligi va moddiy qadriyatlarning ma'naviy qadriyatlardan anchagina baland ko'tarilib ketishligi. Shunga o'xshagan juda ko'p sabablar farzandlar bilan ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatyapti degan fikrdaman. Aziz do'stlar, shu o'rinda men yana bir mutaxassisimizni tanishtirmoqchiman. Siz bu mutaxassisimizni Fonus ilovasidagi farzand shaxsiyati va ruhiyati tarbiyasi mavzusidagi darslar orqali juda yaxshi taniysiz. Bular shifokor, psixoterapevt, narkolog, psixiatr, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Gavhar Teshaboyeva bo'ladilar. Demak, Gavhar, marhamat, siz ham bu borada fikrlaringizni aytsangiz. Bu mana bir shunaqa bir keys misolida aytsam, bir ona farzandlarini olib kelyaptilar. O'z onalarini yoshi ham 70 ga yaqinlashgan ekan. Qizi 2006-yilgi qiz. Ona gapirayotganda qiz eshitmayapti onani, qiz gapirayotganda ona eshitmayapti. Ya'ni ona bola o'rtasidagi oddiy shu emotsional hissiy bog'liqlikning yo'qligi. Bir-birini eshita olmaslik, bir-biriga sabr qila olmaslik. Bo'lmasa agar ularni alohida eshitsangiz muammo yo'qda, lekin birga eshitsangiz o'sha kartina bitta joyda bo'lganda ularni orasidagi munosabatni oddiy ko'z bilan o'sha mutaxassis, nomutaxassis ham orasidagi bir kelishmovchilikni bilib oladi deb o'ylayman. Ya'ni haqiqatdan ustoz aytganlaridek shu bir bog'liqlik yo'qolganmi. Bir misol aytsam, bizga kelinlar kelishadi. Shunaqa shikoyat shunaqaki, men o'zimni farzandimni tarbiya qilishimga qaynonam yo'l bermaydi. Ya'ni men demak hozir o'qiyapman, mana farzand tarbiyasi kurslarida o'qiyapman, lekin qaynonam yoki qaynotam tomonidan bunga to'sqinlik bo'ladi. Keyin o'sha u o'quvchilar bizda masalan farzand tarbiyasi kursida o'qiyotgan o'quvchilar bo'ladi. Keyin biz tushuntiramiz, to'xtang, mana siz ilm oldingiz. Endi shartta uyga borib, oyi, ota, men bolamni bunaqa tarbiya qilaman deb e'lon berish kerak emas. Ularga sekin astalik bilan tushuntirib borish kerak. Ya'ni bizda shunaqa-ku, endi o'zimizga xos ozgina narsa bilib olamizda, butun dunyoga jar solgimiz keladi yoki siz bilmaysiz, men bilaman deb o'zimizda o'sha kibr bilan bilimimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Shunda men tushuntiraman, siz kattalarga imkon qadar shunaqa ekan, men shunaqa tarbiya qilaman emas. Keling ota, keling ona, mana shunaqa qilsak nima deysiz deb maslahat o'laroq tavsiya bering. Menga hozir men shunaqa ma'lumot o'qidim. Bolamning temperamenti bunaqa ekan, intellektual xususiyatlari unga bunaqa yondashish kerak ekan. Mana shu holatda sizni menga yordamingiz kerak deb so'rang. Ya'ni men bolamni shunaqa tarbiya qilaman, bo'ldi, siz aralashmang deb emas. O'sha o'zaro zanjirni uzilib qolishiga shu ham sababchimi deyman-da. Ya'ni kattalarga ham o'zini muomala uslubi bor-da. Masalan, biz ota-onamizga to'g'ri tushuntirishimiz va o'sha kelinlarimizdagi holat ham qaynona qaynota emas, ota-ona deb qarash. Ya'ni yo'q deydi, meni oilamda boshqacha sharoit edi, men boshqacha sharoitga tushib qoldim. Keyin aytaman, xuddi shu ishni o'zingizni onangiz, xuddi shu ishni o'zingizni otangiz qilsa qanaqa munosabatda bo'lardingiz? Nimaga ota-onaga boshqacha munosabat, qaynona qaynotaga boshqacha munosabat? O'sha zanjirni uzilishiga mana shu o'rta avlod bilan keksa avlodni kelishmovchiligi ham sabab bo'lyaptimi deyman va o'sha kichik mana bolachalarimizni tarbiya qilishda shunaqa bir omillar ham borda. Aslida omillar ko'p, ijtimoiy, psixologik, biologik va hokazo. Lekin albatta u omillar birlashsagina muammo yuzaga chiqadi. Va farzandlarimizni shu kelinimizga aytdim, mana, ya'ni siz tavsiya o'laroq so'rasangiz bo'ladi qaynonangizdan. Ya'ni bunaqa qilib ko'rsam nima deysiz oyijon?
bolamizni mana bunaqa yangi tarbiya usuli yoki mana o'sha fonus darslari bor ekan, mutaxassislar mana bunaqa deyishyapti, nima deysiz siz? Qo'llab ko'ramizmi shuni desangiz, hech qachon yoshi katta odamlar ular bizdan tajribali. Mana ustoz sizga shunaqa deysiz, siz yo'q qilma demaysiz-ku, to'g'rimi? Albatta. Mani qani qayerda o'qiding, qani qanaqa ekan loyiha ekan deysiz va shuni shu asosda demak bo'ldi, menga yoqdi, ma'qul deysiz masalanda. Ya'ni sizdan maslahat so'raganda so'rasa. O'shaning uchun shu o'zaro o'rtamizdagi 3 ta avlodning o'rtasidagi tushunmovchilikni menimcha baribir o'rta avlodga bog'liq bo'lyapti. O'sha kattalar bilan murosa qilish va kichiklarga to'g'ri yo'naltirish. O'sha bizdan qolgan gapda ko'proq. Shuni biz nimaga keltirib olsak, menimcha muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Ammo o'zimiz masalan uyda qaynatam aytardilar, ikkinchi o'g'ling saniki eng to'polonchi o'g'ling shu derdilar-da. Keyin aytaman, ota, shu eng to'polonchim, eng aktiv, lider bola. O'g'lingiz xuddi o'zi deyman-da. Keyin o'sha munosabat o'zgaradi-da. Ya'ni haqiqatdan meni o'g'limga o'xshaydi bu degan fikr o'sha qaynotani fikrini o'zgartiradi. Masalan, siz aytsangiz, shunaqa to'polonchi, kimga o'xshaydi bilmayman desangiz, kattalar ham baribir shunga qarab munosabat qiladi. O'zlarini farzandlariga o'xshatib qo'yganingizdan keyin o'zi haqiqatdan o'xshaydi-da. Keyin munosabat o'zgarganda ko'p joyda. O'zlariga o'xshatganman qaysidir jihatlarni. Shunday. Shuning uchun o'sha o'rta avlodga bog'liq joyi ko'pmi deyman-da. Shunday. Chunki o'sha zanjir uzilib ketmasligi kerakda. O'sha keksa avlod eski o'sha ma'naviy, madaniy, milliy, hatto ba'zida diniy qadriyatlarni uzatuvchi rolni o'ynaydi. Va u yosh avlod o'shalardan ko'rib ko'p narsani oladi. Ya'ni silsila degani o'sha zanjirlar bir-biriga ulanib turishi kerakda. Keyin yana bitta narsa, mana ijtimoiy tarmoqlar hozir masofalarni juda yaqinlashtirib yubordi va bu ijtimoiy tarmoqlardan olinadigan ma'lumotlar tizimsiz bo'lyapti. Tizimli emas. Masalan, ko'plar hozir ma'lumotlarni asosan ijtimoiy tarmoqlardan olyapti. Bu ijtimoiy tarmoqlardan olingan ma'lumotlarni tizimli holda idrok etish malakasi yo'q ularda. Biz xalqimizda, yoshlarimizda bu malaka ularda yo'q. Biz mana shu malakani shakllantirishimiz kerak. Va maxsus balki shu ishlar bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ijtimoiy tarmoqlardan olinadigan ma'lumotlardagi parokandalik, demak o'sha tartibsizlik ularning ruhiyatiga o'tadi bu narsa. Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri, qaysi bir fikr to'g'ri-yu, qaysi fikr noto'g'riligini baholaydigan mezonlarni ular qabul qilib bo'lmagan shuning uchun. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, ijtimoiy tarmoqlarning bugungi kundagi ta'siri, oilaviy munosabatlardagi ta'sirini alohida bir tadqiq qilish kerak va tartiblashtirish kerak. Tizimlashtirish degani nima degani? Tartibsiz olinayotgan ma'lumotlarni o'sha jamiyatda ijtimoiy tarmoqlardan olinayotgan tartibsiz olinayotgan ma'lumotlarni ma'lum bir tizimga solib, mana shu tizim orqaligina ular idrok etishligini ta'minlab berishimiz kerak bo'ladi. Hozir hamma xohlagan holda, o'zining nafsiga ma'qul kelgan holda, o'zining ichidagi xulosasini tasdiqlaydigan ma'lumotlarni izlab topib, xato bo'lgan o'sha o'zining xulosasini hayotga tatbiq qilib yashashyapti-da. Chunki o'rtada nafs turibdi. Unga uning aytganiga yo uning ishlab chiqqan normalariga, o'zi uchun ishlab chiqqan normalariga mos ma'lumotlarni izlab topadi va bu o'sha o'zi ishlab chiqqan deylik ma'lum bir qarashlarni kuchaytiradi va uni to'g'ri degan fikrga olib boradi. Bu yerda tizim yo'q. Eng yomoni o'sha ma'lumotlarni saralash joyida aytyapman-ku, o'sha ichidagi bir men, ego qatnashadi. Ya'ni egoga ma'qul bo'lgan ma'lumotlarni ko'proq izlab boshlaydi va o'sha noto'g'ri xulosani tasdiqlaydigan, uni kuchaytiradigan va hayotga tatbiq qilishga yordam beradigan holatga keltirib qo'yadi endi uni. Tushunyapsiz-a? Masalan, o'zining shaxsiy pozitsiyasiga zid keladigan ma'lumotni kamroq o'qishga, eshitishga moyil bo'ladi. Chunki u uning shaxsiy fikrini inkor qabul qilib qilmaslikka nafsiga ham moyil yoqmayapti-da bo'ladi, bu. to'g'rimi? Mana shu joy juda ham nozik joy va men o'ylaymanki, bu davlat ahamiyatiga molik bir masala. Sababi bu ma'lumotlar, axborotlar bo'ronining ichidan
demak saralab olib tizimli holda deylik o'sha ma'lumotlarni berish va mana shu ko'nikmani yoshlarimizda demak shakllantirish, men o'ylaymanki mana shu ota onalar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni ancha tizimlashtirib qo'yadi. Ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'sir qilayotgan holatlar juda ham ko'p. Yoki bo'lmasa o'zga xalqlar deylik o'sha Yevropa xalqlarining standartlarini bizga olib kelyapti va bu standartlarni qabul qilishga moyil yoshlar ko'payib ketgan. Va natijada ilgarigi bizdagi ibo, hayo, qaynota qaynona oldidagi deylik o'sha kelinlar bilan munosabatlardagi o'sha bir nazokat, mana shu narsalar yo'qolib ketyapti-da. Chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan ko'plab qadriyatlar, standartlarni qabul qilib qo'yadi. Nega? Chunki ular tizimlashtirilmagan. Bizning mentalitetimiz xalqimiz uchun qaysi biri foydali va qaysi biri zararli ekanligi sarhisob qilinmagan. Mana shu ham ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Mana shu Juda dolzarb bu. farzand tarbiyasidagi qo'llaniladigan usullarda ham ko'pincha o'sha Yevropaga taqlid qilishchi, ya'ni bu haqda Malik Badriyning fikrlari bor edi. Ota-onasini urgan farzand rasm chizilgan, bu bo'ldi tegma bolaga, bo'lmasa travma bo'lib qoladi degan fikrlar. Ya'ni hozirgi bolalarni ozgina narsa ham travmaga olib keladi. Qabulimda shunaqa bir ayol bo'ldilar, 36 yosh. Onasi o'tiribdilar, onasida depressiya holati. Qiz aytayaptiki, qizi mana shu onam bizni shunaqa qilgan. Keyin men aytdim, yoshingiz nechida siz dedim. 36. Siz 15 yosh bo'lsangiz, mayli hop 18 yosh bo'lsangiz, u onangizni ayblasangiz, aytamiz, yoshsizda hali deb, lekin siz yoshingiz 36 da. Va bizda dinimizda qanaqa qaraladi ota-onaga, munosabat qanaqa, hurmat qanaqa? Ona o'tiribdi, har bir gapiga gap bilan gapirib, onani umuman hurmatini nolga qo'yishdi. Ya'ni bunaqa nima deydi, keyslar juda ham ko'p. Aytganingizdek, shu yerda ham shu oddiy o'sha g'arbga taqlid qilingan tarbiyani mahsuli bo'lgan farzandni mana shunaqa farzandlar уже 40 ga yaqinlashib qolibdi. Va haligi ona bechora 40 yoshida o'sha bolasini nimasini ko'rish kerak-da, ya'ni bolasini huzurini ko'rish kerak dedim, farzand huzur-ku. Aksincha o'zi tomoniga o'sha o'zini adresiga otilayotgan toshlar, u unaqa farzandlar yana 4 ta ekanda, 4 ta hammasi onani ayblagan. To'g'ri, ona to'g'ri tarbiya qilmagandir, qayerdadir, lekin bolalarni o'z holiga qo'yib, hammasini rus maktabga bergan, rus nimasida o'qigan. Yevropacha tarbiyani oqibati demoqchisiz. O'sha Yevropa standartlari balki ta'lim orqali yetib kelgandir. Hozir mana ustozimizni eshitib, sizni eshitib, ko'zim oldida fonus ilovasi gavdalanyapti. Aynan shu tizimlashtirilgan ma'lumotlarni ota-onalarga yetkazish, aynan ijtimoiy tarmoqlardan saralab eng foydalilari, eng keraklilarini bolalarga, ota-onalarga yetkazish maqsadida mana shu fonus ilovasini mana yoshlar ishlab chiqishgan. Bu borada ishlar olib borilyapti. Nima deydi, uni rivojlantirish uchun mana siz, Gavhar, men kabi mutaxassislarni taklif qilishgan, jalb qilishyapti. Men ham bu loyihada ishtirok etib, mana fonus loyihasini agar yuklab olgan bo'lsangiz, aziz do'stlar, farzand miyasini rivojlantirishdagi asosiy tamoyillar mavzusidagi darslarni aynan men taqdim etganman va shu o'rinda ustoz aytmoqchimanki, siz aytib o'tgan o'sha zanjirning mustahkam bo'lishi, uni mustahkamlash juda ham muhim. Ya'ni qaysi ma'noda ko'p mana darslarni o'tayotganda aytaman, mashg'ulotlarni bajartirayotganda bolani o'ziga tashlab qo'ygandan ko'ra ota-ona bilan birgalikda bu mashg'ulotlar olib borilsa, uni samarasi 5-6 barobarga ortadi. To'g'ri, bir o'zi yolg'iz bajarsa ham shu natijaga erishish mumkin, lekin agar siz shu farzandingiz ketkazgan vaqtiga siz ham ozgina vaqtingizni qo'shsangiz, natija 5-6 barobar yaxshiroq bo'ladi. Qarang, aynan mana shu nima deydi, agar biz hozir mana shunaqangi mashg'ulotlarga e'tibor bersak, ya'ni o'sha ota-ona farzand o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga ham erishishimiz mumkin. Farzandimizning miyasi yanada rivojlanishiga, bugungi kunda o'sha axborot oqimi juda ham katta bo'lgan davrda uni miyasini qo'llab-quvvatlashga yordam berishda ham juda ham katta naf olishimiz mumkin-da. O'sha siz nima deydi, ustoz baribir ustozda eng kerakli gapni, nuqtani joyiga qo'yib aytadilar. Aynan o'sha zanjir masalasi
avlodlar o'rtasidagi zanjir masalasini mustahkamlashga biz e'tiborimizni qaratishimiz juda ham muhim darhaqiqat. Shu o'rinda demak biz kabi biz tengi biz Yosh shu avlod. zanjirni o'rtasimizda hozir ota onalarimizdan va bobolarimizdan olganimizni biz hozir farzandlarimizga berishimiz kerak. Demak o'sha siz aytgan hozir o'rtasini biz tashkil qilamiz. Demak biz ota onalarga biz tengi ota onalarga hozir bu masala tizimlashtirish masalasi juda ham muhim demak. Mana xulosa sifatida bitta misol aytib bermoqchiman. Mana ota-onalar ko'pincha farzandlarini yaxshi niyat bilan albatta o'zga bir tillarni yaxshi bilsin deb rus maktablariga berishadi. Mana shu holatda bir qiziq bir eksperiment, shogirdimiz eksperiment o'tkazganda juda e'tibor bering. Mana meni masalan shaxsiy o'zimni fikrim shundaki, har qanday farzand o'zining ona tilida ulg'ayishi kerak, ona tilini bilib katta bo'lishi kerak. Mana hozir guvoh bo'lyapmiz. O'z ona tilini o'qigan qishloqning bir bolasi xohlagancha ingliz tilida bemalol gapira oladigan darajaga yetyapti. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Demak, ona tilini o'zlashtirib turib ham xohlagancha chet tillarni o'rganishi mumkin ekan u. Buning uchun o'zining ona tilidan dagi bir yo'nalishda dars olgandan ko'ra deylik dars olib turib ham o'zga tillarni o'zlashtirish mumkin ekan. Demak, bundan voz kechish kerak emas. Bir eksperiment. E'tibor bering, juda bir g'alati eksperiment. Bir shogirdimiz aytyapti, biz deydi, oilamiz shu ikki tillik. Rus tilida ham, o'zbek tilida ham. O'zi o'zbek oilasi. Bir qizimni deydi, o'zbek maktabiga berdim deydi. U bilan faqat o'zbekcha gaplashamiz uyimizda ham deydi. Maktabida ham o'zbek maktabida o'qidi deydi. Ikkinchi qizimni rus maktabiga berdim deydi. Va u bilan uyda ham muloqotimiz rus tilida bo'ladi deydi. Bir kun bir eksperiment o'tkazdim deydi. Yangi haligi bolalarni to'sadigan garshok olib keldim magazindan. Garshok bilasizlar-a? Tuvak. Olib keldim, hali upakovkadan chiqarib yangi qilib qo'yib qo'ydim deydi. Bir-biridan ajratgan holda ikkita qizimni rus maktabda o'qiydigan va men bilan ham muloqotga doimo rus tilida kirishadigan ota-onasi bilan. Shu qizimni chaqirdimda deydi, dasturxon turuvdi, dasturxonda nonlar turibdi, bu narsa turibdi. So'radim deydi. Mana u qizim mana u garshokni dasturxon ustiga qo'yib qo'y deb aytdim deydi. Oddiygina qilib. Shart olib kelib qo'yib qo'ydi deydi. Keyin so'radim deydi, qizim, bu dasturxon-ku, nega buni ustiga sen garshokni qo'yapsan desam, unisi чистый deb aytdi deydi. U toza-ku deb aytdi. Hali ishlatilmagan, yangi-ku deb aytdi. Yaxshi, bu sahna tugadi deydi. Uni chiqarib yubordim. Endi hali o'zbek maktabida o'qiydigan va u bilan muloqotga o'zbek tilida kirishadigan qizimni chaqirdim deydi. Xuddi o'sha ahvol, garshok turibdi deydi. Qizim mana u garshokni dasturxon qo'yib yuborgin deb aytdim deydi. U menga tikilib qoldi deydi. Qanaqasiga? Garshokni dasturxonga qo'yib bo'lmaydi-ku deb aytdi deydi. Mana qarang, ya'ni rus tilida o'sgan qizimda deyapti, rus maktabda o'qiyapti, ruscha o'rganayotgan qizimda deydi, tozalik qadriyati bor deydi. Toza, u xohlagan joyga qo'yishi mumkin degan narsa. Tushunyapsiz qadriyat. O'zbek maktabida o'qigan va biz bilan doimiy o'zbekcha muloqotda bo'lgan qizimda deydi, dasturxon qadriyati bor deydi. Dasturxonga hamma narsani qo'yib bo'lmaydi. Hatto toza bo'lsa ham. Tushunyapsizmi? Shu oddiygina eksperimentning o'zida ko'ryapmizki, til orqali farzandlarimizga juda katta narsa o'tadi. Ona tilimiz orqali juda katta narsa o'tadi. O'sha qadriyatlar, turli-tuman buni hisobga olish kerak. Shuning uchun ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatda til masalasini ham e'tiborlaringizga qaratmoqchi edim, e'tiborlaringizni. Demak, o'z ona tilida o'z farzand tarbiya topib, keyin xohlagancha tilni o'rganishi mumkin. Mumkin. Mana buni tajribamiz ko'rsatyapti. Oddiy qishloqning o'zbekcha o'qigan o'zbek bolasi ingliz tilida inglizlar bilan tengma-teng gaplashadigan ahvolga bo'lyapti, to'g'rimi? Boshqa tillarni ham o'rganishi mumkin bemalol. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlarda til omilini ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak ota-onalar. Biz farzandlarimizdan, ota-bobolarimizdan qolgan qadriyatlarni talab qilishimiz uchun ona tiliga uni berishimiz kerak, ona tilida gaplashishimiz kerak va ona tilini unga bildirishimiz kerak. Qolgan tillarni
xohlagancha farzandlarimizni imkoniyati bor, o'zlashtirishi mumkin keyin. Uni albatta shu tug'ilganidan bog'chadan boshlab to u yog'i masalan rus maktabiga yoki boshqa bir maktablarga berish shart emas deb o'ylayman. Ya'ni xulosa shuki, farzandlar bilan ota-onalar o'rtasidagi munosabatlardagi demak ma'lum ma'noda munosabatlarga ta'sir qiladigan til omiliga ham ko'pchilikning e'tiborini qaratmoqchi edim. Mm. Juda muhim omil. Juda kam gapiriladigan, hozir sizdan to'g'risini aytsam, birinchi ustozdan eshitdim, juda ham kam e'tibor beriladigan, juda ham nozik nuqta haqida gapirdingiz ustoz. Shu o'rinda keling, qadriyat o'zi nima degan savolga javob berib o'tib ketsangiz. Mhm. Qadriyat birinchi navbatda inson eng qadrlaydigan omilni qadriyat deymiz. Eng qadrlaydi u. Masalan, bizning xalqlarimiz uchun eng katta qadriyat oila qadriyati. Chunki bizda insonlar o'z baxtini mana shu qadriyat orqali topadi, oila qadriyati orqali. Boshqasi ikkinchi darajali. Yevropada masalan ish qadriyati birinchi o'ringa chiqib ketgan. Oila instituti tamom bo'lgan va u yerda asosan mehnat ish. Sodda qilib aytganda, ishdan ajralish 2-3 ta xotindan ajralgandan dahshatliroq u yoqda. Shu darajada qadriyat yuqorida. Qadriyat degani demak inson uchun eng qadrlaydigan narsalar. Lekin muhimi bunda emas. Bu oddiygina bir deylik o'sha sharh berilyapti-yu. Eng muhimi qadriyatlarning shakllanishi, milliy, madaniy va diniy qadriyatlarimizning shakllanishi uchun bizda muhit paydo bo'lishi kerak. Mana shu joyda eng katta yutqazish sodir bo'ladi. Madaniy, milliy va diniy qadriyatlarimizning o'rniga qandaydir Yevropa standartlari kirib kelayotgandayda yoshlarimiz uchun. Mana shu narsa ko'pincha qadriyatlarning har xil bo'lishligi, masalan moddiy qadriyatlarning birinchi o'ringa chiqishligi keyingi yoshlarimizda juda kuzatilyapti. Ular pul masalasi juda ham muhim masalaga aylanib qolyapti. Bizda ota-bobolarimiz ma'naviyatni moddiyatdan ancha ustun qo'yishgan xalq hisoblanadi. Endi qadriyatning yana muhim jihati shundaki, u insonlarning xulq-atvorini belgilab beradigan omil hisoblanadi qadriyatlar. Siz qadriyatingizga qarab turib xatti-harakat ko'rsatasiz. Masalan deylik, sizni qadriyatlaringizda ma'naviy qadriyatlar yuksakroq turadigan bo'lsa, demak siz o'sha ma'naviyatni yuksakroq qo'yasiz va shu hayotingizning, turmush tarzingizning asosini mana shu ma'naviyatga qaratasiz. Yo'q, agar siz sizning moddiy qadriyatlar siz uchun muhim bo'ladigan bo'lsa, xulq-atvori ham xuddi shunga qarab ketaveradi. Lekin muhimi nimada? Muhimi shundaki, keksa avloddagi qadriyatlar bilan yoshlardagi qadriyatlarning nomutanosbipligi, har xilligi oilada turli-tuman nizolarning kelishiga sabab bo'ladi. Mana shu joyi bizning bugungi davramizdagi suhbat uchun eng nozik va kerakli joy shunda. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Biz o'sha ota-bobolarimizdan meros qolayotgan qadriyatlarni saqlab qolishimiz va bularni yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Toki haligi qadriyatlar tizimida deylik o'sha nomutanosiblik kuzatilmasin va u ota-onalar bilan farzandlar o'rtasida turli-tuman nizolarga sabab bo'lmasin. Demak, albatta ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabat aytib o'tganimizdek juda ham jiddiy mavzu. Bu haqda menimcha hali yana ko'p to'xtalamiz, ustozlar, chunki qaysi zamonda yashamaylik, baribir har doim menimcha bu mavzu ko'tarilgan. Chunki eslayman, biz yoshligimizda ham shunga o'xshash savollar, masalalar bo'lardi va hozir boshqacharoq tarzda shunga o'xshash masalalar ko'tarilmoqda. Dolzarbligini yo'qotmaydigan mavzu bu aslida. Va shu o'rinda barcha ota-onalarga, ayniqsa yosh farzandi bo'lgan ota-onalarga Fonus ilovasini bir ko'rib chiqishlarini tavsiya etardim. Uni yuklab oling. Baribir yana o'sha aytgan gapimni takrorlayman. Farzandimiz xotirjam bo'lishi uchun, bizni tinch qo'yishi uchun yoki to'polon qilmasligi uchun qo'liga baribir telefon yoki planshet berib qo'yamiz ba'zan. Va aynan mana shunday ota-onalar uchun Fonus ilovasi go'yoki bir topilma. Albatta bu ilovaga qiziqib ko'ring, uni yuklab oling va farzandingiz bilan birgalikda ulashing.